Ayni damda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Rahnamo servisi MChJ xodimlari bilan Oqtosh qishlog'idamiz. Bu joylar grafik asosida tozalanadi, lekin shunga qaramasdan bizlar grafikdan tashqari kunlari ham tozalamoqdamiz. Buning sababi ba'zi insofsiz insonlarning dastidan belgilanmagan joyga chiqindilar tashab ketish soni ko'paymoqda. Videoni kuzatib boringlar, hammasini qo'yib boramiz. Mana holatni ko'ryapsizlarmi? Katta yo'l yuzasi ostanovkani oldim chiqindi bilan to'lib yotibdi. Uni ko'ryapsizlarmi? Ba'zi bir insofsiz farosatsizlarning dastidan. Dash ketaveramiz yana. Xullas mana chiqindilar ko'ryapsizlarmi? Ostanovkalar oldiga, daraxtlar ichiga, daraxtlarga ham osib ketyapti befarosatlar bor. Videoni ko'rib boringlar. Bundan ham ko'plari chiqib. Mana ikkinchi ostanovkani oldiga ham yetib keldik. Mana holatni qaranglar, juda ham achinarli holat. Qaysidir insofsizlar tomonidan tashab ketilmoqda. Katta yo'l yuzasi mana shunday xunuk holatga, rasvo holatga keltirmoqda. Ana endi bunisi nima deysizlar? Daraxtlar teggan chiqindixonaga aylantirib tashlagan. Mana qaranglar. Daraxtlar teggan rasvo holat bo'lyapti. Narigi chetlarda ham bor. Qaysidir insofsizlar tomonidan tashab ketilyapti. Mana qaranglar, katta yo'l, katta trassa. Mana bu orqasiga tashab ketgan chiqindilarni qaranglar. Mana Rahnamo servisi bilan tozalayapmiz endi. Ko'ryapsizlarmi? Kamida yarim mashina bor bu yerda o'zi. Qaysidir farosatsizlar tashab ketganda mashinani. Mana ko'ryapsizlarmi? Belgilanmagan joyga tashab ketgan chiqindilar tozalab qo'ydik mana.